Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana gilamlar, boshqa sovg'alarimiz va tilla uzuklar, velosipedlar topshirilmoqda azizlar. Bemalol kimga yutib chiqqan bo'lsa, kelib olib ketishingiz mumkin. Og'ayinimiz keldi. Nedan keldingiz og'a? Assalomu alaykum. Qo'shko'pir neri? Sovxoz. O, Qo'shko'pir sovxoz. Rashidobadang biroqlari. Amir Kumazirang. Adingiz kim? Qahramona. Qizim nima kim? Madina Banu. Qahramona kim qatnashdi? Ayolunuz katnaştı. Ne çıktı? İşi mi? Aynen gelin yakın gösterin ortakla mana tilla müzikni. Xudo qalasa kızınıza beresmi ayolunuz'a mı? Esa kız'a topşırın bunu. Aynen endi. Men kızım. Ina tilla müzik. Azizlar Jaku Show'dan xarid qilinglar. Biz mana bugün 4 gün bo'ldi. Uşu 2200'den ziyod rakam egasini topdi. Bu degani Xudo qalasa 7-hissada final o'tirib 8 mart günü ayollarımız bayrami günü 145 insanın oyuna savg'aplar oturmak nasip etken. Azizlar Jetavur Dashing 4 paket damaz qolganlarni ekranda ko'rasizlar. 4 xolodilnik, 20 televizor, 2 konditsioner, pilososlar qo'shib tashladik hamma narsani. Gazni beringlar 220 ming so'm. Bizni 4 xil mahsulotimizdan xarid qilinglar. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Xudo qalasa 8-martda chiroyli sovg'alarni, mashinalarni egasi bo'lib o'tirgaysizlar. Hammaga omad. Omad og'aynim. Yana xarid qilavering. Keyingisi mashina bo'lg'ay. Yaxshi niyat bo'lsa aytib berishingiz mumkin. Assalomu alaykum yo'ldoshlar, yurtdoshlar. Ben sizlarga mutluysizlar. Hammaga omad tilayman. Shu yaratgan shu 8-mart bilan shu onaxonlarimizni, opa-singillarimizni tabriklayman chin qalbimdan. Shuni bayramlarni ko'p-ko'pini ko'rib bersinlar. Hammaga omad tilaymiz. Rahmat katta. Ama ayolingizga, yaxshi ko'rganingizga, qizlaringizga sovg'a qidirib bermanglar. Chistalik mahsulotini olinglar. Yüzük emas, gerek bo'lsa mashina sovg'a etishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga omad, gazni beramiz.